Hammaga salom. Bugun sizlar bilan IX kanali va men IX bo'laman. Bugun biz yangi kanalim ochilgani munosabati bilan anchadan beri video qo'yganim yo'q. Shuning uchun birinchi eng uzun metrajli, polni metrajli videolarimni qo'yib boshlayman. Ya'ni birinchi videom bu dasturlashni endi boshlaganlarga olingan va dasturlashni men bilan o'rgansanglar bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib bizada Visual Studio Code dasturi kerak bo'ladi, ya'ni ilovasi. Bunga kirish uchun biza prosta takkasak ishlamaydi. Shuning uchun biza yangi jild yaratishimiz kerak. Yangi degan joyga o'tib, jild, ya'ni papka yaratamiz. Mana, yangi jild, masalan, buni nomini IX yoki mana do'stlar, tayyor. Obuna bo'ling. Albatta do'stlar, kanalga obuna bo'lish kerak. Bizni atigi 16 ta 20 ta bo'lishimiz kerak. Anchadan beri qaramadim. Lekin obuna bo'linglar. Mayli. Xullas, videoga qaytamiz. Bu papkani olib to'g'ridan-to'g'ri VS Code ochamiz. Mana bunday qilib tashlasak ham bo'ladi yoki mishkan on tugmasini bosib biroz kutamiz, kompyuter yangilanib olishi shart. Mana Open with Code deb chiqadi. Mana shuni bir marta bosamiz va bu to'g'ridan-to'g'ri VS Code da ochadi. Menga ishonaveringlar do'stlar. Faqat ochishda sal qiyinroq bo'ladi, chunki meni kompyuterimga juda ham ko'p narsalar yuklangan, qo'shiq deysizmi, boshqa narsa deysizmi, hamma narsasi bor. Lekin biz hozircha dasturlashda men biladiganlarim 3 qismga bo'linadi. Birinchisi index.html, ikkinchisi style CSS va script Java yoki JavaScript. Index.html mana bu yerdan new file bo'limidan yaratib olamiz. Index.html. Index.html mana bu indeksini o'rniga index degan so'zni o'rniga xohlagan so'zlarni qo'ysanglar bo'ladi, lekin .html degan so'zi bo'lishi shart do'stlar. Bu index.html bizada dasturlash skeleti bo'lsa, style CSS uning muskuli, shakli, shunga o'xshagan narsasi, JavaScript esa uning miyasi, ya'ni harakatga keltiruvchi qismi bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa mana bu yerdan birinchi strukturamizni yaratish boshlaymiz, asosiy struktura. Buning uchun shift va tepadagi 1 ni bosib undovni yaratamiz. Enterni bossak, tayyor struktura paydo bo'ladi. Struktura ichiga biz hozircha sizlarga shriftlarni o'rgataman. Katta shrift, kichik shrift, o'rtacha, undan kichkina shriftlarni o'rgataman. Masalan, birinchi shriftimiz H. Mana 6 gacha cho'zilgan 1. Enterni bosadigan bo'lsak, chiqib keladi. Keyin bu yerga xohlagan so'zni yozsak bo'ladi. Masalan, assalomu joy tashlab alaykum da. Buni biza ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Natijani ko'rishimiz kerak. Buni qanaqa qilib ko'ramiz? Buning uchun menda bu narsa bor. Extensions bo'limidan yoki Ctrl Shift X ni bosgan holatda mana shu bo'limga o'tib Live Preview deganni yuklab olamiz. Mana bu yerda megabayt ham ko'rsatilgan. Atiga 14 megabayt. Buni yuklaganimizdan keyin index.html ga o'tamiz. Mana bu yerda mana bunaqa belgichali Show Preview degan yozuv chiqadi. Mana shuni bitta bosib qo'yamiz, tepamiz. Buni bitta tepamiz. Tepishimiz bilan mana bunaqa oyna ochilib keladi. Bu oyna xuddi saytlarni oppoq qilib ko'rsatadi, xuddi o'shanaqa mana shunday qilib ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Bu eng katta shrift bo'ladi.
Ana endi esa Alt Shift pastga bosish orqali mana ko'rdinglar? Buni nusxalab ber. Bitta nusxalash kerak edi. Birdaniga ikkita knopkani bosib olganim uchun shunaqa bo'ldi. Sizlarga yana bitta narsa o'rgatayim, shoshmanglar. Avval nimalarni charitib olaylik. Qaranglar. Men bitta qilib yozib o'tirib ko'p vaqtimni olsam bo'ladi. Yana sizlarning vaqtinglarni olib videoni cho'zsam bo'ladi. Lekin men uni qilmayman. Sizlarga yana bir narsani o'rgataman. Masalan, yozadigan nimamiz shu yerda turibdi-ya. Altni bosib turgan holatda mana bu yerga bitta bo'lsak, ikkita tarafda ham yoza olamiz. Xohlasak 3 ta, 4 ta, 5 ta qilib yozsak bo'ladi. Mana. O'chiribga. Qani. Bunga ham shunday qilamiz mana. Mana bunga bosamiz, alt bilan keyin bunisiga bosamiz. O'chirib 3. Tayyor. Endi bunga bosamiz, alt bilan bunga bosamiz. Hammasini shu tariqa qilib chiqaveramiz. 4. Besh. Oppo, mana shu jonga tegadi. Oppa. Bo'ldi, tayyor. Keyin mana bu yerga o'tamiz-da. Yana bir marta altni bosib turgan holatda. Oy, rasvo qilib qo'ydim. Altni bosib turgan holatda mana bunday qilamiz. Buni ham o'chirib olib qilib olamiz. Bo'ldi. Hammasi tayyor. Mana bu yerda esa shriftlarni ko'rishimiz mumkin. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Do'stlar, hozircha biz yozayotgan o'rtacha shrift bu H3 shrifti bo'ladi. Yo, nima deb o'ylaysizlar? H4niki. Menimcha esa H3 deb o'ylayman, chunki H3 hammasiga ham mos keladi. Xullas, bizning normal shriftimiz H3 dir. Endi masalaga yana bitta narsa o'rgataman. Rasm joylash. Rasm joylash uchun avvalambor bizda bundan chiqamiz. Mana bunday qilib chiqib ketmaymiz. Mana buni bosmaymiz. Mana buni ham bosmasak bo'ladi. Mishkani ham qimirlatmayman-da, shundan chiqib ketaman. Buning uchun pastda Windows tugmasi bor. Ya'ni pusk bilan D harflarini qo'shgan holatda bosamiz va bu bizda turgan programmadan birdaniga chiqib ketadi. Endi esa biz Google ga kiramiz. Bu Google ga kirguncha men sizlarga kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar deyishga ulguraman. Hammaylar ulgurmadim. Yo'q, ulgurdim. Mayli. Mana bu yerdan plusni bossak, yangi oyna yarataman va men bularni o'chirib yuboraman. ChatGPT, Uschat hammasini o'chiraman. Nima bu yuklanib bo'lgungacha obuna bo'linglar. Like bosinglar. Xullas, yaqinlarga tarqatinglar. Hatto 100 ta obunachiga beringlar. Mayli. Xo'sh, endi bu yerga yozamiz. Xohlagan narsalarni nimasini olsanglar bo'ladi. Nima tartib bu? Xohlagan rasminglarni xullas olsanglar bo'ladi-da. Endi men qanaqa rasm olsam ekan? O'ylab ko'raychi. Topdim. Xo'sh, VS ana endi poisk beramiz. Real vs Barsa deb yozdim. Ko'ramiz, kutamiz, yana o'zroq kutamiz. Keyin mana bu yerga tezlashsanchi logos yoki oddiygina logo deb yozamiz. Logo. Nima deyishlar do'stlar? S qo'shaymi yoki qo'shmaymi? Logos. Logo deb qo'ydim. Mayli. Logo bu logopeda. Ana do'stlar. Realchilar ham, barsachilar ham xafa bo'lmasligi uchun ikkalini ham yozib qo'ydim. Yana mana Real fanati Barsani emas yoki Barsani fanati Real emas deylar. Men Paxtakor fanatiman. To'g'rimi? Xullas, qaysi biri yoqdi? Menga bu yoqdi.
yoki bum. Mana shu uchalasi yoqdi. Men buni olaman. Buni do'stlar, o'zingizlar mana bu ikkalasidan birortasini solib ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshilab ochib olsam, ochdi do'stlar, qaranglar. Lekin o'rtasida yozuv bor ekan. Buni olmaymiz. Mana buni olamiz. Xo'sh, ochil. Ana bu yaxshi ekan. Bosamiz. Aniqrog'i, oddiy bosmaymiz, sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. O'ng tugmasini bosganimizdan so'ng kopировать yuru kartinka qilamiz. Buni bitta bosganimizdan keyin buni yuru manzili bizaga nima bo'ldi? Nima desam ekan? Haligi biz buni nusxalab oldik yuru manzilini va biz to'g'ridan to'g'ri postda qilib chiqib ketamiz va mana bu yerga kiramiz. Ya'ni o'zimizda Wastecode'ga. Wastecode'ga kirganimizdan so'ng biz birinchi bo'lib yozadigan narsamiz image. Image'ga yozishimiz bilan mana bu yerda src bu URL manzil. Buni Ctrl V qilib вставить qilib olamiz. Uzr do'stlar. Altga kiramizda. Xo'p, masalan, bu nimadir xato ketsa https xato ketsa, ya'ni URL manzil xato ketsa, yozuv chiqadi-ku. Bu manzil mavjud emas deb. Biz ham hozir shu narsani yozamiz. Rasm yo'q. Tayyor do'stlar. Rasm yo'q. Nima qolib ketibdi? Rasm yo'q. Mana katta bilan yozsa yana ham yaxshi bo'ladi. Xullas do'stlar, rasm yo'q. Agar men hozir mashetdan 04 ni o'chirsam, 3-2-1 rasm yo'q. Agar men hozir 0 va 4 ni yana o'rnida kiritsam, rasm bor do'stlar. Do'stlar, hozircha aytadigan narsam shu style, CSS va JavaScriptlarni boshqa safar o'rgataman. Buni mana bu so'zlarni masalan rangini o'zgartirsa bo'ladi, boshqa narsa qilsa bo'ladi. Buni style CSS bilan qilsa bo'ladi. Buning uchun menga atigi 500 ta like beringlar. 500 ta like bersanglar, men sizlarga buni ikkinchi qismini ko'rsataman va men HTML da jadval yarataman, style CSS da ishlov beraman. Men sizlarga shuni ham o'rgataman. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin. Like va podpiska bosinglar. Hammaga xayr.